Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, hurmatli ustozlar, ekspertlar. Bugungi ochiq mavzuyimiz mavzusi ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish usullariga bag'ishlanadi va aynan mana shu usullardan biri tekis parallel ko'chirish usulini chuqurroq o'rganib chiqamiz. Keyingi darslarimizda qolgan usullar bilan tanishib chiqamiz. Proyeksiyalar usullaridan qaysilarini bilasizlar? Proyeksiyalar usullari marhamat. Markaziy proyeksiyalash usuli va parallel proyeksiyalash usuli bo'ladi. Ular yana ko'p turga bo'linadi. Qiyshiq burchakli proyeksiyalash, to'g'ri burchakli proyeksiyalash, vektorli proyeksiyalash va aksionometrik. Yaxshi, rahmat. Demak, proyeksiyalash usullarini bir qatorlarini aytib o'tdilar. Biz shuni to'g'ri burchakli parallel proyeksiyalash va aynan uni kengaytirilgan holati ortogonal proyeksiya bilan bu yoqda shug'ullanib kelyapmiz. Endi bugungi mavzuyimiz ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzishga bag'ishlanganligi uchun u nima uchun kerak degan savolga javob berishimiz kerak. Demak, siz bilan biz bir qator metrik pozitsiya masalada ishlagan bo'lsak, ana shu masalalarda biror geometrik shaklning haqiqiy kattaligini, uzunligini, yuzasinimi, qandaydir kattaligini aniqlashga qaratilgan masala ishladik yoki bir qator pozitsiya masalada ishlagan bo'lsak, tekstilni keshish chizig'i yoki to'g'risiz tekstil bilan kesishgan nuqtalari, qisqa masofalar metrik masalalarda ko'rib chiqdik. Ana shu masalalar hammasini an'anaviy klassik usulda bajardik, yechimiga erishdik. Endi ana shu klassik usullardan tashqari boshqa usullar bilan ham yetish maqsadga muvofiqligini olimlar tahlil qilib ixtiro qilishgan. Ana shu usullar to'g'risida gap ketadi. Endi nima uchun kerak? Mana slaydga qarasak, mana bu uchburchak tekisligimiz proyeksiya tekisligiga nisbatan umumiy holatlar. Shu sababdan uning proyeksiyasi o'zini kattaligidan qisqarib proyeksiyalangan. Ana endi mana bu yerda perpendikulyar holat o'sha tekislik. Shuning uchun uning proyeksiyasi to'g'ri chizib bo'lib qolgan. Mana bu uchburchakka tegishli xarakteristikalar, ya'ni A burchagi haqiqatligi yoki A uchburchak tekislik haqiqatligini aniqlash uchun mana bu holatda bir qator qo'shimcha ishlarni bajarishga to'g'ri keladi. Yoki mana bu yerda ham to'liq xarakteristikasiga ega bo'la olmaymiz, ammo bu tekislikni proyeksiya tekisligi perpendikulyarligi to'g'risidagi ma'lumotga to'g'ridan-to'g'ri qo'shimcha yasash darsiz ega bo'lamiz. Chunki uni proyeksiyasi to'g'ri chizib o'tdi. Endi mana bu yerda ana shu fazodagi ABC uchburchak tekisligi proyeksiya tekisligiga parallel turibdi va uning haqiqiy kattaligiga teng holatda proyeksiyasi hosil qilingan. Demak, bizda hozir buni yuzasi haqiqatligini topishga ham yoki burchaklar ABC burchaklar haqiqatini topishga ham qo'shimcha yasashlarga ehtiyoj yo'q. Xulosa nima? Xulosa, agar fazodagi geometrik shakl xususiy vaziyatda bo'lsa, unga taalluqli bo'lgan masalalarni yechish oson, qulay bo'lar ekan. Demak, ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzishda umumiy holatda berilgan geometrik shaklni xususiy holatga keltirib, masala yechishni osonlashtirish, qulaylashtirish nazarda tutiladi. Tekis parallel ko'chirish usulida geometrik shakl ixtiyoriy trayektoriyada harakatlantiriladi. Proyeksiyalar tekisligi o'z o'rnida turadi. Lekin geometrik shaklning har bir nuqtasi ixtiyoriy trayektoriya harakat qilayotganda uning harakat tekisligi albatta yo h ga yo v ga parallel bo'lishi shart. Mana bu shartligi bor. Harakatlantiriladi. Mana masalan, A bir kesma bo'lsa, mana A uchidan bitta harakat tekisligi o'tkaziladi, h ga parallel. B uchidan yana bitta harakat tekisligi o'tkaziladi. Mana shu oradan ana shu tekisliklarda mana bu chiqib ketmaydi. Hozir bu vaziyatda. Haqiqatlarida proyeksiyasi yo'q. Endi harakatlantiriladi-da, lekin har tekislikdan chiqmayapti ikkalovchi ham. Harakatlantirib mana V ga parallel holatga keltiriladi. Endi Vda haqiqatlarida proyeksiyasi chiqaveradi. Mana shunday qilib topilgan. Bu tekis parallel ko'chirish usulini o'ziga xos mazmuni. Aylantirish usulida mohiyati nima? Aylantirish usulida aylantirish o'qi olinadi. Geometrik shakl, mana kesma, hozirgi kesmamiz. Geometrik shakl shu o'q atrofida xususiy vaziyatga kelguncha aylantiriladi. Yo bu yoqqa aylantiriladi va xususiy vaziyatga kelgandan keyin o'zining haqiqatligida proyeksiyasi chiqadi. Yana bir o'ziga xos tomoni, aylantirish o'qi proyeksiyalar tekisliklaridan biriga perpendikulyar, parallel, tegishli yoki ixtiyoriy boshqa bir vaziyatda
olinishi mumkin. Va aylantirish usulida o'q avvaldan berilishi mumkin yoki tanlanishi mumkin. Berilmagan bo'lsa o'zingiz tanlaysiz. Parallel olasizmi, perpendicular olasizmi, eng qulay vaziyatda olasiz. Bu nimani mohiyati qaysi usulda? Aylantirish usuli mohiyati. Ustma-ust qo'yish yoki sinonim nomi jipslashtirish usuli. Bunda to'p. Demak, mana bunday tekstli bo'lsa, bunda yotgan har qanday geometrik shaklni, masalan, kesmani. Frontal proyeksiyasi ham, gorizontal proyeksiyasi ham o'zining kattaligidan qisqarib proyeksiyalanadi. Endi aylantirish o'qi sifatida, bu aylantirish usulining xususiy holi, aylantirish o'qi sifatida tekstni iza olinadi, pH. Mana shu iz atrofida tekstlik aylantirilib, v ustiga, h ustiga ustunish qo'yiladi. Mana bu p, mana bu pH bo'lsa, mana shundoq h ustiga qo'yib qo'ysak, endi mana bu o'zining kattaligini proyeksiya chiqib qoladi. Demak, bu ustma-ust qo'yish usulining mohiyati. E'tibor beradigan bo'lsanglar, uchala hozir aytgan usullarimizda ham geometrik shakl harakat qilyapti. Endi oxirgi usulimiz proyeksiya tekstligini almashtirish usulida. Demak, bunda geometrik shakl joyida turadi. Endi u qimirlamaydi, harakat qilmaydi, aylanmaydi, joyida turadi. Yangi proyeksiya tekstligi olinadi. Yangi proyeksiya tekstligi. Va o'sha tekstlikda geometrik shaklning yangi proyeksiyasi hosil qilinadi. Demak, yangi proyeksiya tekstligi geometrik shaklga nisbatan xususiy vaziyatda olinsa, mana masalan, mana o'sha AB kesman haqiqatan topib so'ralsa bu usulda yangi proyeksiya tekstligi mana bu kesmaga parallel o'tkazilsa, undagi proyeksiyasi o'zining kattaligiga tushaveradi. Lekin bitta shart bor, yangi proyeksiya tekstligi mavjud proyeksiya tekstligidan biriga perpendikulyar bo'lishi shart. Shundagina bu usulni tatbiq qilish mumkin bo'ladi. Demak, mana bu bitta nuqtani yangi proyeksiyasini hosil qilish ko'rsatilgan hozirgi holatda, mana bu yerda to'g'ri chiziq kesmasining haqiqiy kattaligini proyeksiya tekstiga almashtirish usulida topilgan variant. Demak, bu usullarning mohiyati mana shulardan iborat. Tekis parallel ko'chirish usuli. Bugun shu haqida nazariyasi, amaliy masalalarni ko'rib chiqamiz. Hech narsa yo'q ham. Ana shu nuqta orqali harakat tekstligi h bo'lib o'tkazilyapti. H parallel. Va mana bu yerda a nuqta to'g'ri chiziq bo'ylab yoki bu tomondan aylantirilib, ya'ni egri chiziq bo'ylab yoki bu tomondan egri chiziq bo'ylab harakatlantiriladi. Xuddi mana bu haligi golf maydoni desak, mana bu haligi sharchasi endi nimada tayoqchasi bilan urdi. U to'g'ri chiziq bilan harakatlanib, mana mo'ljallangan teshikka tushdi. Yoki, ya'ni nima demoqchimiz? Geometrik shakl ixtiyoriy trayektoriyada harakatlantiriladi. Faqat harakat tekstligi yo h ga yo b ga daxiliga parallel bo'lishi shart. Mohiyatni tushundilar. Endi shuni epyurda, mana epyurni birga chizamiz. Mana nuqtani frontal, gorizontal proyeksiyasi berildi. Ya'ni ortogonal proyeksiyasi berildi. Ortogonal proyeksiyasi berildi. G'oyasini tushunib oling. Nima qilinyapti? Qarang. Xohlang mana bunday harakatlantirib olib keling. Xohlang bunday aylantirib olib keling. Xohlang bunaqasiga aylantirib olib keling. Egri chiziq bo'ylab. Mana yangi proyeksiyasi A1 bir shtrix paydo bo'ldi. Endi uni frontal proyeksiyasi qani degan savol turibdi. Endi mana shu harakatlangan tekstlik mana frontal izi. Mana uni harakat tekstligi H B V. Mana o ikki o'qiga parallel yo'nalishda harakatlanib, mana A 2-1 bo'lyapti. Bu H ga parallel tekstlikda harakatlangan. Teoriyasi mana shu. Harakat tekst parallel ko'chirish usulining nazariyasi mana shu. Endi xuddi shuni qarang. Xuddi shuni mana bir nuqtada olsak. Endi harakat tekstligi V ga parallel bo'lsa. Mana V 1 H. V 1 H. Ana endi buni biz
yo mana bu traktorida, yo mana bu traktorida, yo bu yo'nalishda harakatlantirsak, mana yangi 1 2 1 da B-1. Gorizontal friksiyasi esa OX o'qiga parallel yo'nalishda harakatlanadi. Mana hozir siz bilan ikki xil holatni ko'rdik. Bittasida harakat tekisligi H'ga parallel, ikkinchisida mana ekranda ham bor. Vga parallel holat. Nima? Mana birinchi xulosa. Nima deyilyapti? Fazoda nuqtani gorizontal friksiya tekisligiga parallel tekislikda har qanday trayektoriya bo'yicha harakatlantirsak ham, mana bu H1 da harakatlantirsak ham, har qanday trayektoriya harakatlantirsak ham, uning frontal proyeksiyasi, buni frontal proyeksiyasi berilgan bo'lsa va yangi frontal proyeksiyasi. Uning frontal proyeksiyasi OX o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanadi deyapti. Tushunarli, buni yozish shart emas. H1 tekislikda harakatlansa nuqta, uning frontal proyeksiyasi OX o'qiga parallel harakat qilar ekan. Endi ikkinchi xulosa. Agar harakat tekisligi V ga parallel V1 tekislikda amalga oshirilsa, unda nuqtaning gorizontal proyeksiyasi OX o'qiga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanib topilar ekan. Demak, mana shu ikkita xulosa bundan keyingi masalalar ishlashimizda shu xulosalarga, shu nazariyalarga amal qilib ishlaymiz. Demak, shunga oid mana masalan shartini yozib qo'ydik. AB to'g'ri kesmasi H'ga perpendikulyar bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqa chiziq belgilari H'ga perpendikulyar bo'lsa, gorizontal friksiya bo'ladi. Qoidamizga ko'ra, mana A nuqtani va B nuqtani ikkita harakat tekisligida alohida mana H'ga parallel harakat tekisligida harakatlantirishimiz kerak. Demak, birinchisi H1 V desak, ikkinchisi H2 V. Ana endi tepadan qaraganda bizda harakat trayektoriyamiz o'zini kattaligida ko'rinadi. Qanaqa trayektoriyada harakatlantirsak, mana qanaqa trayektoriya qilsak, tepadan u H1 H'ga parallel deb tepadan qarasak, u aylana bo'yicha harakat qildiryapmizmi, to'g'ri chiziq bo'yicha harakat qildiryapmizmi, o'sha chiziq bizga haqiqiy o'ziga ko'rinishda aslidek ko'rinadi. Mana men buni bundoq olib keldimda, xohlagan joyda mana A1 1 dedim. Mana shu trayektoriyada olib keldim. Va OX o'qiga parallel chizdim. B1 shtrixni olib, yangi A'dan o'lchab qo'ydim. Do'stga qarab turib bilmasangiz, qara. Qancha bo'lsa olib, o'lchab qo'ydim. Mana bu bir shtrix. Buni haligi yangi topgan narsa bo'lgani uchun o'zi ko'k rang bo'ladi. Yashilroq qilib qo'ydim. Ya'ni nima qildik asli o'rtoqlar? Biz mana buni B'ni qandaydir trayektoriyada olib keldik. Shu yerga. Qanday trayektoriyada olib keldik? Ixtiyoriy trayektoriya. Endi iziga olib chiqyapmiz uni. Mana bu A 2 B. Va u haqiqiy kattalikda bo'ladi. Va shu to'g'ri chiziqni H bilan hosil qilgan alfa burchagiga ham ega bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agar gorizontal friksiya qilish kerak bo'lsa, avval haqiqatlarni topish kerak baribir. Nega? Chunki mana frontal friksiya haqiqatlarida bo'larmidi? Haqiqatlarida bo'lardi. Biz to'g'ridan to'g'ri mana buni shunday 90 gradus qilib qo'yishga haqqimiz yo'q edi, chunki bu haqiqatlarida emas. Uzuni va qoida buzib tashlagan bo'lardi. Ana endi ikkinchi marta parallel ko'chiramiz. Xohlagan joyda A 2/2. Ya'ni mana buni ixtiyoriy trayektoriyada harakatlantirib olib keldik. Ikkinchi marta ko'chiryapman.
Olib keldim. Ben chiziqlar chizilmaydi, sizga tushuntirish uchun qilyapman xolos. Olib keldim, xohlagan joyda. Mana bu x ga, o x ga perpendikulyar chizdim. O x ga perpendikulyar chizdim. Va mana bu haqiqatdalikmi? Shuni o'lchab mana bunga qo'ydim. Tushunarli? Mana bu b x tirik b. Demak, mana bu 90 gradus. Mana bu bog'lovchi chiziq. Mana haqiqatdalik va bo'ldi, mana bu bilan teng bo'ldi. Mana pastga tushirdim. Qaranglar, bitta o'ziga xos qolmadi. Endi v1 tekislikni harakatlantiryapti. Harakat tekisligi mana endi. v h. Ya'ni mana buni harakatlantirsam, buni ham qandaydir harakatlantirib olib keldim. İkinci xulosada nima dedik? Agar geometrik shaklning nuqtalari yoki nuqta o'zi v ga parallel tekislikda harakatlansa, uning gorizontal proyeksiyasi OX ga parallel yo'nalish bo'yicha harakatlanadi dedik. Shu yerda bu A dan tushdi mana bu. A eşittir b. Nima bo'ladi endi? B eşittir 1 bo'ladi. Mana bu holatni ta'minladikmi? Ta'minladik. Masalan, ishlab bo'ldikmi? Ishlab bo'ldik. Bu misolimizda sizlar orqali berilgan bu vaziyatdagi p tekislikni tekis parallel ko'chirish usulida frontal proyeksiyalovchi holatga keltirish so'ralgan. Ekrandagi chizmamizda gorizontal proyeksiyalovchi qilingan, shuni aksini qilamiz. Natijada ikkita holatni ham bilib olasiz. Berilgan tekisligimizda frontal chiziq olinyapti va u hashga perpendikulyar qilinyapti. Tekis parallel ko'chirib. Lekin qolgan masofalarni uyg'unligini ta'minlagan holda uning izlari aniqlab qo'yiladi. Chunki bu to'rt chiziq bir tekislikka tegishli. Demak, ikki tekislik perpendikulyar tarifini bilishimiz shart bo'ladi. Mana endi bu misolimizda bizdan nima so'ralgan? Frontal proyeksiyalovchi qilish so'ralgan. Frontal proyeksiyalovchi qilish so'ralgan bo'lsa, endi frontal chiziq emas, gorizontal chiziq olamiz. Tekislikning gorizontalini olamiz. Mana h ikki ishtirak. Mana bu nuqta bizdagi nuqta 1 ikki ishtirak. Endi demak b h ga parallel holatda o'tkazamiz. Chizib olaveramiz. Mana. Bak. Endi nima qilamiz? Endi qaranglar. Mana bu tekislikning gorizontal izi bilan uning gorizontal chizig'i, bosh chizig'i orasidagi masofani, L masofani perpendikulyarlik orqali belgilab olamiz. Mana shu masofa L masofa. Mana shu 90 gradus orqali belgiladik. Ya'ni xohlagancha emas va gorizontal chizig'imizni parallel ko'chirib, hurmatli talabalar, parallel ko'chiryapman. Mana bir nuqtasini yangi proyeksiyasi mana o'sha gorizontal chizig'imiz haqiqatdalikda 90 gradus qilib OX ga mana qo'ydik. U chiziqning frontal proyeksiyasi mana harakat tekisligi h ga parallel holatda kelsa, mana h 2 1 1 2 1 1 ga ekan. Bo'ldilarmi? Ana endi mana bu h chiziqda
perpendikulyar qilib mana bu nuqtadan diqqat qiling. 90 gradus mana. Mana masofa bor edi-ku. Mana. Shuni olib o'lchab qo'yamiz. Nima bo'ldi bu? L masofa bo'ldi. L masofa bo'ldi. Va o'sha o'lchab qo'yilgan masofadan chetidan mana qizil chizig'ida chizdim. P1 H bo'ldi. Mana bu P1 X bo'ldi. Mana P1 burchak tekisligining haqiqiy kattaligi aniqlansin. Demak, ABC uchburchak tekisligining haqiqiy kattaligini topishimiz kerak. Yuzasi haqiqiy kattaligi. Buning uchun demak tekislikni bosh chizig'ini o'tkazishimiz kerak. Hozir mana men tekislikni frontalini o'tkazyapman. Mana bu tekislik frontal. Mana bu nuqta mana bir strep. Mana tegishlilik qoidasiga binoan mana 1 2 mana o'sha frontal chizig'imiz. Qog'ozini bo'sh joyida nuqta S ni belgilab olaman. Strep 1 va mana bu frontal chizig'imni X ga perpendikulyar qilib qo'yaman. Demak, bu chiziq nima bo'ldi? Frontal chiziq bo'ldi. S x-lik 1 x-lik qancha bo'lsa, u haqiqatdalikda, chunki u frontal chiziq, shunday o'lchab qo'yaman. X-lik 1. Mana bu haqiqatdalikdagi chiziq, mana haqiqatdalikda tushdi. Shunga teng. Bo'ldimi? A. Oldimi? S ani olib, yangisidan turib yo'l chizaman. Yangisidan turib yo'l chizdim. Chizdinglar-a? Endi bizda 1 bor. Mana 1dan turib yana A gacha olaman. 1dan turib A gacha oldim. 1dan olganligim uchun mana bu 1dan, yangi 1dan yo'l chizaman. Ikkalasi kesishib nimani beradi? Mana bu bir bilan ham tutashganmi? Mana bir bilan ham tutashtirib qo'ydik. Qaysi nuqta qoldi endi? 1 qoldi. Mana shuni beradi, 1 dan olsam ham bo'laveradi, mana shuni beradi. Tushunarli? 1 2 3 Qaraylar. Mana seni tushursam, o'zi ikkita perpendikulyarda mana bu chiziq. Mana bu frontal chiziqni olib borsam, mana yangi S'ni gorizontal proyeksiyachi. Endi B'ni olib borsam, X ga parallel. Nima uchun X ga parallel boryapman? Hali biz aytgan xulosalar bo'yicha desak, A'dan olib kelganga A'ni olib keldi. Hammasi nimaga parallel? X ga parallel. Bularda X ga perpendikulyar tushdi bog'liq chiziq. Mana yangi A, yangi S, yangi B. Uchalasini tutashtirsangiz, agar to'g'ri bajarsangiz, mo'jiza yuz beradi. To'g'ri bajargan bo'lsangiz. Ya'ni bitta chiziq bo'lib qoladi. Shunday joyda A
1, 2 deymiz. X'ga parallel chizamiz. Mana A2 birishtirib. Qaranglar mana. A'dan S'gacha qancha bo'lsa, shunday o'lchab qo'yasiz, S chiqadi. A'dan B'gacha qancha bo'lsa, A'dan o'lchadim-ku. Yana A'dan o'lchab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki S'dan o'lchasangiz, S'dan qo'yishingiz kerak bo'ladi. Farqi bor bo'ling. Mana. S birishtirib 2, B birishtirib 2. Esda qolish uchun mana bu bo'lakka, mana bu bo'lakka, mana bu bo'lakka, mana bu bo'lak teng. Nima qilamiz? A'dan chiqazamiz, A'dan olib kelamiz. S'dan chiqazamiz, S'dan olib kelamiz. B'dan chiqazamiz, B'dan olib kelamiz. Tushunarlar? Demak, ABC uchburchak tekisligini, haqiqatdaligini topdik. Nima qildik? Avval uni proyeksiyalovchi qilib oldik, gorizontal proyeksiyalovchi. Uning uchun nima qildik? Uning uchun bosh chizig'ini o'tkazib, bosh chizig'ini h ga perpendikulyar qilib oldik. Ya'ni bu tekislikni bitta to'g'ri chiziq h ga perpendikulyar bo'lsa, bu tekisligimiz shu tekislikka perpendikulyar bo'lib qoladi. Ikki tekislik perpendikulyar tarifiga binoan. Proyeksiyalovchi bo'lgandan keyin proyeksiyalovchi holatdagi uchburchakni v ga parallel qilib oldik. Va V'dagi proyeksiyasi, frontal proyeksiyasi haqiqiy kattalikda chiqdi. G'oya shu, qilingan ishlar. Bugungi darsimizdagi test savollariga to'liq javob bergan Zuhra qizimizga Allohimiz ziyoda qilsin, foydali bilan ziynatlasin, bizga faol bo'lishga harakat qiling. Hurmatli talabalar, bugungi ortogonal proyeksiyalar qayta tuzish usullari va tekst parallel ko'chirish usuli nomdagi mavzuyimizdagi ochiq mavzumiz yakuniga yetdi. Faol talabalar taqdirlandi. Kelgusida ishlarga omadlar tilab qolamiz. Hammamizni foydali ilm bilan ziynatlasin. Salomat bo'ling.